Angren so'zining ma'nosi temirchi ekan. Ravshan aka, siz angrenliksiz. Shu gap rostmi? To'g'ri, ba'zi ma'lumotlarga asoslanib gapiradigan bo'lsak, angren so'zi bu ohangaron so'zini ruslar talaffuzida buzilgan ko'rinishi, ohan bu temir, gar bu ishlov beruvchi, on joy, ya'ni temir ishlov beruvchilar joyi. Chunki Ohangaron vodiysi qadimda metal qazib olish va unga ishlov berish bo'yicha mashhur bo'lgan. Angren zamonaviy sanoat shahri sifatida ko'mir koni va noyob metallarni o'zlashtirish jarayonida shakllangan. Angren zamonaviy sanoat rivojlangan shahargina emas, bugungi kunda turizm ham jadal rivojlanayotgan shaharlardan biri. Chunki Angren 3 ta tarafida tog'lar bilan o'ralib turadi va Angrenda kichkina Yangiobod shaharchasi joylashgan. Bu shaharcha kichik Shvetsariya deb tanilgan. Ravshan aka, rahmat kattakon. Angren haqida videoda aytilmagan ma'lumotlar bo'lsa, obunachilar yozib qoldiradi degan umiddaman.